37 yoshli bemorimiz nafas olish qiyinligi hamda eshitish pastligi bilan bizga murojaat qilgandi. Tekshirib ko'rganimizda o'ng quloqlarida parda teshikligi hamda burun to'siq qiyshiqligi aniqlandi. Bemorimizga tavsiya berdik. Bir vaqtning o'zida ham burun to'siqni tekislab, nafas yo'lini ochishdi va pardalarni tiklab, eshitishini ko'tarishdi. Maslahat berganmiz. Hozir operatsiyaga oldik. Mana pardalarni ko'rishingiz mumkin. Quloq pardasida teshik bor. Hozir shuni yamab, yangi parda qo'yamiz inshaalloh. Do'stlar, mana bemorimiz quloq pardasini tikladik. Endi xudo xolasa nafas yo'llarini ochib, burunni to'g'rilab, nafasini ham tiklab qo'yamiz. Mana do'stlar, bemorimiz nafas yo'llarini ochdik. Burunlari o'ng tarafdan ham, chap tarafdan ham kataklari katta ochilgan. Bemorimiz mazza qilib nafas oladi. Sizda ham eshitishda, nafas olishda muammolar bo'lsa, albatta bizga murojaat qilinglar. Biz sizga yordam beramiz.